8 yoshli bola 5 yoshli ukasi bilan urushyapti. Bolaga baqiryapti va uryapti. Otasi keladi-da, o'g'liga bir shapaloq tushiradi. Qayta nimaga ukangni uryapsan? Urma uni deyapti. Ota og'zi bilan boshqa narsani aytayapti, xatti-harakatlari bilan boshqa narsani ko'rsatyapti. Akasi qilgan ishning xuddi o'zini qilyapti. Akadan so'rasak, ukasi bezorilik qildi. Otadan so'rasak, katta o'g'li zo'ravonlik qildi. Ikkisi bir xil. Sen xatti-harakating bilan yomonlikni o'rgatyapsan. Ibn Sino aytadiki, farzandni so'z bilan tarbiyalab bo'lmaydi. Bola tarbiyasi badan tili, hol tili bilan bo'ladi. Bitta raqam so'rayman, ammo o'ylab o'tirmasdan javob berasiz. Darhol javob bering. Bu nechi? 2. Bitta qo'lda nechta barmoq bor? 10. Bitta qo'lda nechta barmoq bor? 10. Ikkalasida 10 ta. Ha, endi qarang. Men sizga nima dedim? Bitta qo'lda nechta barmoq bor? Siz 10 dedingiz. Siz mening so'zimga qaramasdan mening qo'limga qaradingiz. Bola ham sizni harakatlaringizga qaraydi, aytganingizga emas.